Yili 2015-yilgi mashinamiz turishini ko'ryapsizlarmi? Nima deyapti? Bu polni navorot qilingan ekan, ikkita joyda kraskasi bor. 67 millionga baraka qilib beramiz deyapti egalari. Generalniy doveriyskiga ham farq yo'q, beramiz deyapti. Tonirovkalarining ruxsatnomalari bor, polni navorot qilingan. Aybi faqat propanda qochir motorda ekan. Hurmatli obunachilar, video davomida qolgan ma'lumotlarni olasizlar. Adoshi bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar kanalga. O'zimiz obunachilarimiz mashinasi. Yana qaysi obunachilarimiz kelsa chiqarib beramiz, qo'yib berishimiz lekin Zaporojye olib kelsalarga qo'yib beramiz. Oldidan turish nima deyapti bu narsa? Puli ham uncha qimmat emas. Yilik obunachilar, kimlarga tayyor Nexia olaman degan akokalar bo'lsa, videoni shu akokalar jo'natib qo'yinglar. Yili 2015 a? Yurgani 100 qancha? 155 ming yurgan. Holati juda ham chiroyli turibdi mana. Tonirovkaga 9 oy pashta ruxsatnomasi bor. Samifer kolonkalar yig'ilgan, muzikalar polni yig'ilgan. Salonni ko'ryapsizlar mana, shumka bo'lgan. Mana tonirovka. Kraskasi qayerda bordi? 10 kril, oldi kapotning burchagi. Eshitdilarmi, hurmatli obunachilar? Kimga qiziq bo'lsa, srochni chiqinglar, narxiga keladigan bo'lsak, 67 million deyapti. Shtriga variant yo'q, barter yo'q. Mashina holati juda ham chiroyli turibdi mana. Oldi kapotini yopib berdi, bir ko'rsatak. Polni turishini bir ko'rsatak buni. Sabachkan turishini ko'ringlar mana. Qiziqqanlar bormi? Bitta aybi motor donus 1.6 emas ekanda. Qolgan joyi zo'r. Kimga qiziq bo'lsa, tepada nomerlarni qoldiraman. Srochni telefon qilgan. Sho'rchida turibdi mashinamiz. Adoshi mehr berilgan mashinaga.